Assalomu alaykum. Kanal ishqibozlari. Yaxshimisizlar, tinchmisizlar, sog' salomatmisizlar? Kanal akalarimizni yana bir qator ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldim. Yana ko'payishayotganlarini. Yani hozir bizda kuz, sovuq ancha, lekin katta valiyerda otishyapti ko'rsatmasi. Bunlar 3-martaga yotibdi mana. 3-marta yotishi, 3-otishi shu. Otsa xudo xolasa. Bu yoqda ham inlarimiz bor. Ama inlarimiz yangi inga kelishi oldi mana. Bular ham ochyapti, yaxshi ko'rsatmasin. Mana bu yerda cho'jalari bor. Ancha katta bo'ldi bular. Nechta ekan bu yerda mana. Adashmasam yo'q 3ta yo'q 2tada. Adashmasam 3ta yo'q 2ta. Mana bittasi bor ekan. Bunisi kichikroq ekan. Ochyapti, bolalar ham issiq ekan. Mana bu yerda esa ham bolalar bor edi ham. Olib ko'rsataveray. Katta valiyerda. Ular katta valiyerda yaxshi, ko'payishi yaxshi ekan. Ko'pchilik katta valiyerda yaxshi ko'paymaydi, alohida boqish kerak deganiga bir qator mana ko'rsatib qo'yishga qaror qildim. Bundan oldingi chiqqan juvonalar ham shu yerda bor. Mana shu ham juvona. Ona bo'yinida qorasi bor ekan. Bundan oldingi partiya chiqqanlari. Biz ota-onalari bilan yurishibdilar. Bu ham mana qora bosh. Qo'yganlar shu oldingilar mana ham bitta yotibdi mana. Qorong'uroq qo'yibdi joyini. Qayerda ham bo'lish kerak, uni yaqinda tuxum qo'ydi bu. Katta valiyerda ham yaxshi ko'payishyapti mana hozir. Sog' bo'lyapti, lekin sog'ga qaramasdan yaxshi. Bu yerda ham bor ekan mana. Tuxum qo'ygan. Bunda ham bor ekan. Katta valiyerda ko'paymaydi deganlarga yaxshi ko'payapti ko'rsatmasin. Alloh barakasini bersin. Ishqibozchilik katta valiyer qo'ydi yaxshi. Kichkinada uncha yaxshi emas edi. Parvarga olib kelib joydan qo'ydik. U bolasi yangi sayrashni boshladi. Endi sayrayapti, bu ham yosh bolalar shu 6 oylik bo'ldi-yu, bo'lmadi. Xudo xolasa ochgan yana bolalarni qo'yib ko'rsatib turamiz. Qo'shiq ishqibozlari endi bizda anaqa hozircha yangi boshlaganmiz endi. Xudo xolasa bahorga doim anaqa qilib ochib turibsa ko'payib ketishadi inshaalloh.